2025 yil 31 dekabr kuni RTV kanalida kutib kutgan Marjona Ozbek serialining 38 qismi chiqadi va bu yangi yil oldi ajoyib sovg'a bo'ladi barcha muxlislar uchun. Har bir seriya bilan bu hikoya yanada chuqurroq o'ziga tortadi. Ehtiroslar, oilaviy intrigalar va kutilmagan taqdir burilishlari girdobida. Bu qismda Marjona hayotidagi eng qiyin tanlov oldida qoladi. 60dagi eski sirlari yuzaga chiqib, yaqinlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Raqiba bilan yangi ziddiyat esa haqiqiy drama olovini yondiradi. Hissiyotlar chekkada, nozik iqror lahzalardan tortib, o'tkir xarakter to'qnashuvlarigacha hech kim yon bermaydi. Aktyorlik oyini eng yuqori darajada, bosh qahramon har bir og'riq va umid nuansini shunchalik ishonchli yetkazadiki, tanamiz qoqshaydi. Ssenariychilar intrigani ustalik bilan toqishadi, bir daqiqa ham zerikish bermaydi, rejissyorlik esa o'sha o'zbekona ruh va rangbaranglikni qo'shadi. Marjona bu oddiy serial emas, bu televideniye marvaridi, sevgi, oila va chidamlilikni qadrlashni o'rgatadi. O'tkazib yubormang, issiq va ta'sirli bo'ladi.